Assalomu alaykum azizlar, YouTube kuzatuvchilari, Biogomus Toshkent kanalimiz a'zolari. Mana bahor faslida biogomuslarni har xil turdagi daraxtlarga, ko'chatlarga hozir dastlabki qilib bermoqdamiz. Bizda har qanaqa turdagi, hajmdagi qoplarimiz bor, ya'ni 5 kilolik, 10 kilolik, 20 hamda 50 kilolik qoplarda bemalol hamda navbat shaklda sifatli biogomus olishlaringiz mumkin. Biogomuslarimiz holati juda ham a'lo darajada 0.5 lik razmerda o'tgan bemalol pomidor, watering urug'larini ham chiqarishga juda ham samarali foyda beradi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham mayin holatda biogomuslarimiz. Biogomuslarimizni Kaliforniya chuvalchanglar yordamida tayyorlaganmiz. Chuvalchanglar bularni 1 yil davomida to'liq qayta ishlaydi. Ishlangandan keyingi holatda bizlar uni sifatli darajada qilib o'z kentlarga tarqatamiz. Men hozir Yunusobod tumaniga gul do'konlariga 1,5 tonna, ya'ni 500 kilo upakovka hamda mana qopli 1 tonna yukladik. Hozir egalariga yetkazib bermoqdamiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida. Bemalol zakaz berishingiz mumkin. Toshkent viloyati, Toshkent shaharlar bo'yicha dastavkalarimiz mutlaqo tekin.